Mashinamiz holatini ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda qabul qildik mashinamizni. Simlarni ko'rishingiz mumkin mana. Ketgan simlarni alishtirib, o'zini zavod holatida qilib beramiz, xudo xolisa. Mashinamizdan ko'rishingiz mumkin. Mana motorni yatsaklarni ham hammasini ideal holatda qilib faralarga chiqib. Mashinamizda orqasida juda ko'p sim bo'ladi. Buni ko'p ulanmagan, mana ochuv-sochuv bo'lib yotibdi. Ular hammasini o'zini joy-joyiga topib, ulash kerak bo'ladi hammasini. Mana avariya ekan simlarni topib, hammasini zavod qilib ulanyapti. Kak palojni oldin 4 ta sim ulab qo'yganmiz, 6 ta simni ulab zavod holatida qilib beramiz, xudo xolisa. Ishlab bo'lyapti, faqat shoshirmaysiz. Lekin mashinani portlatib tashlagan ekan, bor hamma simlarni dadbirasiz chiqarib topib qo'ydik simlarini. Mana farani kulchatir mana qo'yilyapti, mana yenga olib chiqib, mana simlari mana izolyatsiyalar qilinyapti. Ishlab bo'lyapti, mana chiqib o'tgan musorlari mana mashinaning ichidan chiqib o'tganlar mana. Ishlar qilinyapti, xudo xolisa. Sekin mana bir chekkadan ichiga qarab kirib yo'qmiz. Nimasi bo'lsa, alishtirib xudo xolisa qilib beramiz endi. Biroz ponni simini alishtirib desangiz, uni alishtirib bera olmaymiz biz, chunki uni boya tushuntirdim, u simi motorni yatsakki boshqa, buniki boshqa, matspechga qo'yilgan bularga. Keyin skor soldi ham tutadi hozir. Zamokka yoqqanda buni ertaga Parijgacha tekshirib ko'ramiz, nimaga tutyapti, uni ham ko'ramiz. Binario tarafdan ham simlar ko'p ekan, uni ham ko'ramiz, nimaga sim ko'p. Xudo xolisa qaralyapti, qarab beramiz. Endi prosta olib qoldik, olib qolganimiz uchun qarab beramiz. Bunaqa holatda o'ylamadik biz. Mana o'zidan chiqqan 3 ta releyingiz, kichkina reley bo'ladi. Mana ham releylar haqiqiy reley bo'ladi. Katta baqvat orqasidagi simlar ham baqvat bo'ladi. Mana shundan qilinyapti. Mana zamok simlar tortib, mana zavod qilib, zamogingiz mana qo'yilyapti, xudo xolisa. Mana bunaqa yaxshi bir daxlitni blokdan qo'ydik bularga mana. Mana bitta bor, bitta bor mana. Mana bitta ochuv simlar bor. Bularning hammasini joyini topib ulamasak bo'lmaydi-da. Mana o'sha kerak narsalarni ochib, mana sekin ulab, faralarni topib, sekin qilinyapti. Xudo xolisa ishlab bor. Simlarni akkuratni qilib, paratga qilib mana kechikgan holati bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Ancha simlar ixchamlashdi mana. Bundan keyincha xudo xolisa qilamiz.